Voy, menga qara. Abjalil. Nimaga shaftollarni voqilib pishdi? Ey, mahallada 3-4 tasi g'alati bo'lib qolib, pensiyaga ketdi. Nimaga unaqa qilyapsan? Kuydirib yeyapsan. Sana mana shunaqa ichqoralik qilmasdan erta pishadigan shaftollarni ekkaningda, shunaqa erta pishardi shaftollar, erta pul bo'lardi. Bu O'zbekistonda eng birinchi pishadigan shaftollardan bo'ladi bu. Oxirroq do'st bo'lsam bo'lar ekan sen bilan. Mana. Menga ham kuzda qilib bergin. Xudo xolasa buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Xolasang hozirda metga urib belgilab qo'ysang shunday qilib. Shuni ko'chirib beraveraman kuzda. Akalar, O'zbekistonda unaqa ichqoralar borki, biz tepaga qarab yuksalaveramiz. Inshaalloh, aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa sizlarga mana shunaqa serhosil ko'chatlar kerak bo'lsa, kuzda ko'chirib beramizmi? Kuzda ko'chirib beramiz. Pastga nomerlar qo'yib qo'yapmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Juvoninglar sog' bo'lsin.